Rasman O'zbekistonda Ramazon oyi 9-fevraldan boshlanadi. O'zbekistonda joriy yilda Ramazon oyi 9-fevraldan boshlanadi. Bu haqida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorida so'z boradi. Ijtimoiy-ma'naviy hayotdagi o'rni va ahamiyati tobora ortib borayotgan Ramazon oyini munosib kutib olish va yuqori saviyada o'tkazish, diniy, ma'rifiy, madaniy qadriyatlarni asrab-avaylash va ulug'lash maqsadida 2026-yilda muborak Ramazon oyining boshlanishi 9-fevral kuniga to'g'ri kelishi haqidagi O'zbekiston musulmonlari idorasining axboroti ma'lumot uchun qabul qilinadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari, Din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston mahallalari uyushmasi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi, O'zbekiston faxriylarining ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash nuroniy jamg'armasi va boshqa hamkor tashkilotlar bilan birgalikda mamlakatda Ramazon oyini milliy an'ana va qadriyatlarga mos tarzda o'tkazishga doir chora-tadbirlarni amalga oshiradi, deyilgan xabarda.